Shu kunlarda respublikamiz bo'ylab Jasorat maktablari o'quvchilari o'rtasida Jasorat maktabi gvardiyachilari sport musobaqasi o'tkazilmoqda. Farg'ona viloyatida tashkil etilgan qiziqarli bahslar haqida muxbirimiz Behzod Jo'raboyev lavhasida tanishasiz. O'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik, jasurlik va mardlik ruhida tarbiyalashda mamlakatimizda tashkil etilgan Jasorat maktablari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayni paytda Farg'ona viloyatida faoliyat ko'rsatib kelayotgan ana shunday ta'lim maskanlari yurtga sadoqatli, vatani, onajon xalqiga sidqi dildan xizmat qiladigan o'g'il-qizlarni kamol toptirmoqda. Jasorat maktablarining 3tasi bevosita O'zbekiston Milliy gvardiyasi Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasiga biriktirilgan. Shu bois gvardiya xodimlari ushbu ta'lim maskanlarida tarbiyalanayotgan o'quvchilar bilan doimiy tarzda mashg'ulotlarni olib borishadi. Jasorat maktabi gvardiyachilari harbiy sport musobaqasi davomida ham o'quvchilar mashg'ulotlarda o'rgangan bilimlarini yanada mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lishdi. Mazkur nufuzli musobaqaning viloyat bosqichi barchada katta taassurotlar qoldirdi. Oltiariq tumani mezbonlik qilgan viloyat bahsida yosh gvardiyachilar 3ta jamoaga birlashib o'z imkoniyatlarini namoyish qilishdi. O'quvchilarning musobaqaga qilgan puxta taraddudlari, saf tayyorgarligi, kamondan otish, arqon tortish va harbiy sport estafetalar kabi shartlarda yaqqol ko'zga tashlandi. Qiziqarli va shiddatli ruhda kechgan bahs mutaxassislar va tomoshabinlarning diqqat-e'tiborini tortdi. Umumiy natijalarga ko'ra, birinchi o'rin Oltiariq tumanidagi 14-maktabning yosh gvardiyachilar jamoasiga nasib qildi. Ikkinchi o'ringa Beshariq tumanidagi 15-maktabning Sher yuraklar jamoasi sazovor bo'lgan bo'lsa, Qo'qon shahridagi 33-maktab ishtirokchilari sovrinli uchlikka yakun yasab berishdi. Shohsupadan joy olgan jamoalarga kubok, diplom, medallar va esdalik sovg'alari topshirildi. Endi Oltiariq tumani jamoasi respublika musobaqasida qatnashib, Farg'ona sharafini ishonchli himoya qiladi.